Butun dunyo Barselonadan Rafinhani, Yamalni, shu qatorda Pedrini maqtayotgan bir paytda men ko'pchilik unutib qo'yayotgan qariya, hech narsadan to'lmas gol mashinasi Robert Lewandowskini e'tirof etmoqchiman. Ha, to'g'ri eshitdingiz, gol mashinasi dedim. Gapi spoti bilan bo'ladigan bo'lsa, Robert Lewandowski o'zi o'ynayotgan hamma turnirda fenomenlik qilmoqda. Bu borada Ispaniya La Ligasida to'p urar sifatida 19 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda va hech kimni yoniga yaqinlashtirgani yo'q. Va o'sha siz sevadigan Yevropaning eng nufuzli turniri deb atalmish Chempionlar Ligasida ham 8 ta o'yinda 9 ta gol urib, manaman degan yulduzlarni hayratiga sabab bo'lmoqda. Chunki u qariya 37 ga qarab ketyapti. Tengqurlariga qaraydigan bo'lsak, ayrimlari nafaqaga chiqqan, ayrimlari esa shunchaki futbol o'ynab yuribdi. To'g'ri, Lewandowski bu mavsum zo'r o'ynasa ham balki oltin to'pga loyiq ko'rilmas. Lekin men har doim bir gapni aytib kelganman. Futbol Lewandowskidan bitta oltin to'p qar.